kuzatuvchilar, mana bu yo'l Boysundan Darbandgacha bo'lgan yo'l hisoblanadi. Boysundan sal tepaga chiqqaningizda eski yo'l ishlab turibdi. Eski yo'lni ta'mirlagan. Keyin mana bu yangi qurilayotgan yo'lga To'dani yo'li. Ha? To'dani yo'li qo'shilib ketadi. Mana bu endi bu tomoni mana Darbandgacha, Darband postigacha bo'lgan masofada mana betonga bo'lgan yo'llar ancha epaqaga keltirilgan, chizmalari ham mana yo'l belgilari ham qilingan. Demak, hozir vaqtincha yo'lni ochib qo'yibdi, narigi tomonda ta'mirlagandan keyin mana yo'lni bu qismi mana shunday holatga keltirilgan. Bu endi sizlarga oddiygina yo'lovchi sifatida sizlarni e'tiborlaringizga ma'lumotlarni taqdim etishim. Kimki Surxondaryoga kelayotgan bo'lsa yo Surxondaryodan chiqib ketayotgan bo'lsa, Boysun yo'lini, Darband yo'lini mana shu qismidan yurmoqchi bo'lsa, mana shunaqa holatni guvohi bo'ladi. Biz endi albatta oldingi ko'rsatuvlarimizda sizlarga ko'rsatganmiz. Boysungacha bo'lgan Denov hamda Oltinsoyning yo'lini qay holda ekanligini endi bugun takrorlab yotmaymiz. Biz oldingi ko'rsatuvlarimizda aytganimizdek, mana shu yo'lga mamlakatimizda 183 million dollar tikilgan. Mana shu mablag'ni o'zlashtirish, mana shu yo'lni qurish ishlari yakunlangach, albatta surxondaryoliklarning eng katta orzu-umidlaridan biri amalga oshadi. Siz faqatgina bepul ma'lumot oldingiz, bir yo'lovchi sifatida yo'lni mana shunday holatga kelganligini o'zim ham ko'rganim yo'q edim shu paytgacha. Mana bugun birinchi marta Boysundan to Darbandgacha bo'lgan masofada yurib, o'z ko'zim bilan ko'rdim va sizlarga ham buni ilindim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jo'raqul Tursunov Boysun Darband yo'lidan maxsus tayyorlandi.